Hurmatli ustozlar, dasturni ishlatish bo'yicha qisqacha qo'llanma. Mana bu yerga sizlarga berilgan, ya'ni o'zlaringiz tomonidan tanlangan login va parol kiritiladi. Kirish tugmasi bosilgach, xo'p, saqlanib qilaymi deydi. Saqlanib qilib ko'rasizlar. Men net sechasi qilib turaman. Mana bunday holatda bo'm-bo'sh ochiladi. Bu yerda temasini o'zgartirish mumkin. Qorong'i, yorug', platforma tilini nastroykalar hamma yoqni ruscha qilish mumkin yoki o'zbekcha turaversin. Bu yerga birinchi navbatda qiladigan ish mana bu yerga login parol yozish bo'lsin. Ya'ni sizlar o'zlaringiz o'ylab topgan login parol emas, E-maktabning login paroli, ya'ni admin login paroli. Masalan, mana login, mana parola. Saqlash tugmasini bosamiz. Sizlarga sal kichkinaroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Katta monitorda katta ko'rinadi shu tugmalar. Saqlanmoqda. Endi bu saqlanguncha bu yerdan sinflarni olamiz. Chunki mana bu yerda hali akkauntingizga kirib, ichidagi ma'lumotlarni nima qilib olish kerak? Topib olish kerak. Saqlanib bo'lgandan keyin mana tanlanganlar qismida tekshirish tugmasi yonadi. Buni bosib turib, sinflarni tekshirib olishimiz mumkin. Ya'ni qaysi sinflar tayyor nimaga dars rejasi yuklashga tayyorligini tekshirib olishimiz mumkin. Xullas, men ko'p sinf qo'shmayman. Birlardan 3 ta, ikkilardan 3 ta qo'shaman. 3lardan 3 ta. Mana shu 3 ta sinfda o'zi uchun yoki bo'lmasa 4larni ham qo'shay. Sinflar kam bo'lsa ham generatsiya qiyin bo'ladi. Sinflar yetarlicha bo'lsa, generatsiya oson o'tadi. Sinflarga fan biriktirib chiqaman. Sampin bo'yicha o'zbek tilida qo'shgin, 1B ga ham Sampin bo'yicha o'zbek tilida qo'shgin deyman. Xohlasak, yana ham osonroq usuli bor. Sizlarga ko'rsatib o'tay. 1A qo'shildi. 1B, 1V ni ham qo'shdik. Bu yerda ingliz tili, rus tili va bo'linadigan fanlar bo'lsa, shuni qalamchasiga bosib, pastda 2 o'qituvchi o'tadi degan tugmani saqlash qilamiz bosib. Mana 2 o'q degan yozuv qo'shildi shunga. Rus tiliga ham, rus tili qayerda endi? Rus tili bo'lmaydi birinchi sinfda aytmoqchi. Bo'ldi. Keyin yozuv faniga alifbedan keyin o'tilish kerak. Qalamchani bosib, fandan keyin o'tilsin degan joyi bor. Shu yerga alifbeni tanlaymiz. Saqlash. Qolgan hamma fanlarni bitta o'qituvchi o'tadi va hokazo. Endi 1B bilan 1V ga yana Sampinni qo'ysak, ingliz tili bilan yozuvini yana qo'lda qilishimiz kerak. Undan ko'ra osonroq nusxa olish tugmasi bor. Buni bosib turib 1A dan nusxa yaratsak bo'ladi. 1A ni shunday kopiyasini yaratdi. Buni ingliz tilidan bilsak bo'ladi. Mana ingliz tili ikkita o'qituvchi. Shu yerdan bilsak bo'ladi kopiyasini. 1V ga ham xuddi mana shu fanlar. 1A dagi yoki 1B dagi fanlar farqi yo'q. Hali o'qituvchi biriktirilmadi, shuning uchun qizil turibdi. Keyingi 2A Sampin bo'yicha o'zbek tilida joylab olamiz va 2, 3, 4 sinflarga mana shu 2-sinfni yuklamasi to'g'ri kelaveradi. Ingliz tili ikkita o'qituvchi o'tadi. Rus tili ikkita o'qituvchi o'tadi. Bularda yozuv bormi? Yozuv yo'q ekan. O'qish savodxonligi bor. Kim xohlasa ona tilidan keyin mana bu yerda o'qish savodxonligiga ona tilidan keyin deb belgilashi mumkin. Masalan, menga kerak emas bu narsa. Mabodo boshlang'ich sinflarimiz talab qilsa, qo'yib beraveraman. Bo'ldi, mana bu nastroykasi bo'ldi. Jismoniy tarbiya bitta o'qituvchi o'tadi. Informatika bitta o'tadi, faqatgina ingliz tili bilan rus tili. Bo'ldi, 2B ga 2A dan nusxa olamiz. Nusxasini yaratish. 2V ga 2A dan olaveramiz hammasiga. Pastdagi sinflarga ham 2A dan 3B ga ham fan qo'shni yonida kimdir nimani bosayotganini ko'rmay qolishi mumkin. Fan qo'sh tugmasining yonida nusxa olish tugmasi bor. 2A ni tanlab nusxasini yaratdim va 4-sinflarga
ikkani bosib nusxasini yaratdim. Hali E-maktab saqlab bo'lgani yo'q. Saqlanmoqda degan yozuv ko'rinib turibdi. Tanlanganlardan ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Hali tekshirish tugmasi yongani yo'q. Biz bu orada mana shu sinflarga fanlarni biriktirib chiqaveramiz. Ungacha E-maktab saqlab oladi. Saqlab bo'lgandan keyin fanlarga o'qituvchilarni biriktirib chiqamiz. 4 ga 2 sinfdan olamiz. Mana xo'p. Endi o'qituvchilarni olishimiz kerak. Qaraymiz, ustoz import degan tugma yonib turibdi. Ustiga bosib ko'ramiz. Mana. Endi tekshirishni ham bosib ko'raveramiz yoki tanlanganlarga o'tsak. Tanlanganlarga o'tsak, mana. O'zi tekshirildi. Saqlash bosganimizda avtomatik tekshirildi. Ya'ni 3 ta birinchi sinflarimizga hali hisobot davri yuklatilmagandi. Kundalik.com'da qolgan sinflarga hamma yoq kiritilgan. Faqatgina dars reja yuklanmagan, lekin dars reja yuklashga tayyor. Ko'rinib turibdi. Xo'p, sozlamalarni sozlab olamiz. Birinchi navbatda kerakli o'qituvchilarga ishlamaydigan kun tanlaymiz. Masalan, Abdurahmonova Hilola boshlang'ich sinf shanba kuni ishlamaydi. Boshlang'ichlarda 6 soatgacha dars bo'ladi, 7-8 ishlamaydi. Xohlasak yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Dastur o'zi raspisiya tuzayotganda 7-8 ga dars qo'ymaydi boshlang'ichga. Maksimal 6-soatga qo'yishi mumkin. Shunchaki yangilash qilamiz. Bo'ldi. Abdurahmonova Hilola endi biriktirilishi mumkin. Keyin Shoir opaga Abdurahmonova bularga ham shanba kuni ishlamaydigan vaqtini qo'yamiz. Agar ishlamaydigan vaqtini qo'ymasak, buni jadvalga qo'sha olmaymiz o'qituvchini. Shuning uchun belgilab chiqyapman. Mohimbono. Mana bu sariqqa bossak ham chiqadi. Shanba kuni. Xo'p. Akmal aka shanba kuni ishlamaydi. Ashurov Madiyor juma kuni ishlamaydi. Jismoniy tarbiya. Yo, shanba kunimidi? Tak, adashmasam shanba kuni edi. Hozir men ham adashib ketdim. Kechqurun hozir ishdan charchab kelganman, lekin imkon qadar tushuntirishga harakat qilyapman. Xo'p, yana kimlar kiradi? Ismoilova Odinaxon ustoz shanba kuni yangilash. Isaqova Nafisa ustoz kiradi. Tak. Ingliz tillarniki juma kuni. Ishlamaydigan kuni. Iskandarova Saodatxon. Bularni ham yoqib qo'yaylik shanba kuni. Xo'p, Kenjayeva Zaynab ingliz tili. Juma kuni ishlamaydi. Va inglizlardan yana kimdir biriktiraylik. Shu bilan Omonova Go'zal boshlanishda shanba kuni ishlamaydi. Po'latova Gullola juma kuni ishlamaydi ingliz tili. Endi shularni o'zidan chiqarishga harakat qilamiz. Birikta qo'shamiz baribir. Chiqmasligi mumkin. Taxmin tuzyapman ustozlar. Bu E-maktabdagi bizni o'qituvchilarning ism familiyalari. Xo'p, kereksizlarni o'chirib tashlayapman. Faqat ishlatadiganimiz qolsa o'zimizga yaxshi. Ixtiyor Ergashev Nurjahon ingliz tilidan juma kuni qolaversin. Kaypova Ibragimova Xo'p, o'zimizga keraklari qolguncha qisqartiraveramiz, imkon qadar ishlatish oson bo'lishi uchun. Po'latova Umida. Xo'p, hozircha shularni yuklab ko'ramiz. Hilola ustozni birinchi A sinfda hamma fanlarga faqat ingliz tilisiga biriktirmaymiz. Rus tilisi bo'lmaydi ingliz tillarini. Birinchi sinflarni. O'zi boshqa sinfga o'tadi bu ustoz. Xo'p, jismoniyni ham boshqa ustozga biriktiramiz. Musiqani ham. Tabiiy fan, tarbiya,
tasviriy san'at va texnologiya. Kenjayeva Zaynab ustoz ingliz tiliga, Po'lat va Gulola ustoz ingliz tiliga. Qolganlarga ham shuni biriktiray. Har bitta ustozni biriktirganimizda unga necha soat yuklanyapti pastda ko'rinib turadi ustozni kartasida. Mana bunda. Xo'p, bu bo'ldi. Jismoniylarga. Jismoniyni o'chirib tashlamadimmi? Ashraf Madiyor mana. Jismoniyga 2 o'rtadagi qolib ketibdi. Qayta qo'shaman mana. 3 ta jismoniy biriktirildi. Musiqaga Anvarov Akmal domla. Mana kichkinagina kartasi bor. Agar bitta musiqaga biriktirsam, u kengayadi. Birinchi A sinfga 1 soat biriktirildi mana. Endi 1B ham bo'ldi 2 soat. 1V 3 soat. Hokazo ikkinchi V ni olib tashsammikan yo turaversammikan. Shoir opani biriktirib chiqing. Ustoz yetmasa sinfda olib tashlaveraman. Hop. Biriktirib chiqyapman. Boshlanishlarga mana bir safkadan 18 soat tegyapti. Qo'shimcha fanlardan tashqari. Xuddi shunday qilib davom et. Mana ustozlar hamma fanlarga biriktirib chiqdim. Hali ham qizilda turibdi, sababi kelajak soatiga o'qituvchi biriktirmaganmiz. Birinchisi Abdurahmonov Hiloli edi. Hiloli ustoz taniymiz. Ikkinchisi kelajak soatiga Shoira ustoz. Uchinchisiga Odinaxon Ismoilova. Sampinni bosib oldim. Kelajak soatimda bosamiz. Ismoilova Odinaxon ustoz biriktirildi. O'sha biriktirilganlar rangi o'zgardi, ko'ryapsizlar. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berasizda. Ingliz tili, rus tiliga ikkitadan ustoz biriktirilayotganda har doim birinchi guruh o'qituvchisi birinchi biriktirilishi kerak. Agar adashib o'rni almashib qolsa, mana birinchini minusini bosilsa, birinchisi o'chib ketadi. Keyin qayta o'sha birinchi o'chirib yuborganingizni qayta qo'shsangiz, pastiga qo'shiladi. Shunaqa qilib almashtirish mumkin. Tak, buniki Akbarova Mohimbonu kelajak soatiga. Mana keyingisi Iskandarova Saodatxon. Keyingisi Omonova Go'zal. Pastdagi 3-4 sinflarni o'chirib tashladim, chunki vaqt kamroq bo'lgani uchun. Generatsiya tugmasini bosib ko'raman shu holatda. Qani chiqarib berarmikan? Ya'ni Sinsata 1 modelni o'zgartirmay shu holatda chiqaryapman. Taxminan 90 soniya generatsiya qiladi mana shu Sinsata 1 degan model. 90 soniya ichida nechta variant topsa hammasini ko'rsatadi. Hozir mana birdaniga ko'rsatyapti. 340 dan oshdi, 400 ga yaqinlashdi. Mana 400 dan oshdi variantlar. Generatsiya jarayoni tugagandan keyin yana videoni davom ettiraman. Hop, mana 95% bo'lib qoldi mana. 100% bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin, birinchi va ikkinchi sinflarni dars jadvalini chiqarib berdi. Birinchi sinflar mana 5-soatgacha qo'yilgan uchalasi ham. Ikkinchi sinflar 2 5-soat, 2 Bda 1 dona 6-soatga o'tdi. 2Bda ham shunday 1 donasi 6-soatga. Chunki parallel bo'lib qolishga yo'l qo'ymaydi dastur. Mana shu kombinatsiya eng yaxshi variant sifatida tanlangan. Bundan tashqari 1568 ta variant bor. Bu birinchisi bu. Ikkinchi variantda mana bunday ko'rinishda ikkinchi variantimiz. Bir-biridan deyarli farq qilmaydi variantlar. Eng birinchisi eng zo'r variant bo'ladi. Saqlash tugmasini bosamiz. Va tanlanganlarga bitta qo'shildi mana shu yerda. Saqlash yana bitta bossak, xuddi shu jadval yana bir marta saqlanib 2 bo'lib qoladi. Sinf Excel buni bosib ko'rasizlar, men hozir ko'rsatmayman. Sinf Excel qilsangiz, sinf uchun hamma sinflar bitta komplekt bo'lib, skachat bo'ladi.
o'shani printerdan chiqarib olsangiz bo'ladi. Ozmoz dizayn bersangiz ham yaxshi. Ustoz Excel bu ustozlarni jadvalini, har bitta ustozni ism familiyasini pastda bir haftalik jadval turadi. Xo'p, tanlanganlarga o'tamiz. Bizda mana bu sinflarga qo'yish mumkin, ya'ni birlarga emas, ikkilarga qo'yish mumkin. Xo'p, maktabga joylash tugmasini bosamiz. Bizda mana o'zi avtomatik tanlab beradi joylash mumkin bo'lganlarni. Hammasini belgilash qilib belgilashimiz mumkin. Yana hammasini belgilash bosib olib tashlashimiz mumkin. 2A, 2B, 2V ni belgilayman. Xo'p. Anvar Akmalga mos bo'lgan o'qituvchi topolmadi. Nimaga topmadi bilmadim. O'zi yozilishi bir xil. Ergash va Nurjahon. Ixtiyor ekan tanlabman. Mana shu yerda adashib boshqasini tanlab qo'ymanglar. Isaqova Nafisa. Chunki nechta sinfga kirsa hammasiga o'sha adashganingizni qo'yib beradi agar. Isaqova Nafisa, Omonova Go'zal, Omonova Go'zal, Ubaydullayev Feruza eng pastlarda. Sulhmor so'z tanlabman. Feruza. Hojimatova Shahlo, bu ham pastda. Yo'ldash Sardorbek eng pastda. Hammasi to'g'ri bo'ldi. Faqat nimadir yetishmayaptiki, mana bu tugma yonmayapti. Ham bosib ko'ramiz. Bosilmadi. Demak, 2V ga sinf topilmadi. Demak, bizning kundalikomizda 2V sinf o'zi yo'q biz maktabda. Shuning uchun 2V ni o'chirib qo'yaman. Mana ko'ryapsizlar, dastur hamma narsani hisobga oladi. 2V sinf kundalikda yo'qmi? 2V ga mos sinf tanlang deydi. Biz boshqa sinf tanlab qo'yishimiz ham mumkin. Shunchaki o'chirib qo'yaman, maktabga joylash. Xo'p, joylanmoqda degan yozuv turibdi mana bu yerda. Aylanib turibdi. Qachon joylanib bo'lgandan keyin mana bu yerda joylanib bo'lganligi haqida ma'lumot chiqadi. Qaysidir sinfda muammo bo'lsa, muammoni ham ko'rsatadi. Joylanish jarayonini maktabdan kuzatib borsangiz ham bo'ladi. Men hozir ochmayman maktabni, oxirida joylab bo'lgandan keyin ochib ko'rsaman. Ko'rishimiz mumkin. 2B sinfga Iskandar va Saodatxon so'z biriktirilgan asosan. Kundalikomda dars jadvali ichida 2B kirib ko'ramiz. 2B darslarni ishlab chiqish, ya'ni shablonlar joylashtiriladi. Jadval 1 19-sana 8-oy 22:05. Ya'ni bizning jadvalimiz. Jadval qachon yaratilgan bo'lsa, kundalikomga bir xil nom bilan saqlanadi. Iloji boricha sinfdagi oldingi eski shablonlarni o'chirib tashlash kerak. Yangisini yuklayotganda. Ishga kiramiz. Iskandar va Saodatxon biriktirilyapti. Ingliz tiliga Ergash va Nurjahon birinchi guruhga, yo'q, ikkinchi guruhga bo'lib qoldi. Hozir o'rni almashibdi. Qani Ergash va Nurjahon nechinchi guruhda? Ingliz tili. Ergash va Nurjahon ikkinchi guruhda turibdi pastda mana. Ko'ryapsizlar. Faqat kundalikomda ko'rsatilayotganda o'rni almashib ko'rsatilyapti ekan. Chunki buni men o'zim testlab, tekshirib ko'rganman. Ubaydullayev Feruza birinchi guruhda, Hojimatova Shahlo ikkinchi guruhda. Bu yerda ko'ramiz. Qaysi kuni edi? Hop. Dushanba kuni ko'rdik. Dushanba kuni 3-soat. Taqqoslab ko'ramiz. Ubaydullayev Feruza birinchi, Hojimatova Shahlo ikkinchi guruhda. Mana xuddi shu tartibda joylashtiradi. Qanaqa bergan bo'lsanglar, iloji boricha har bitta sinfni alohida joylab chiqish kerak maktabga. Shunda har bitta sinfda tez-tez natijalarini ko'rib, to'g'ri joylayaptimi, yo'qmi bilib turasizlar. Hamda
o'rtada internet uzilib qolsa, muammo aynan qayerdaligini bilasizlar. O'sha sinfdagi dars jadvali chala qolgan bo'ladi. Internet uzilgan bo'lsa, shunchaki o'chirib tashlaysizlar, o'chirish qilib yoki bo'lmasa tashqaridami. Qayta yuklaysizlar. Xuddi mana shu jarayon bo'ladi. Mana ustozlar boshidan oxirigacha ko'rsatib berdim. Kimda qanaqa savol bo'lsa, guruhda